Akajon, olayvering, turishini qarang, kalik zo'r. 200 dollarga arzimaydi bu. Buni dadam Tailanddan olib kelgan, arziydi, pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Chet eldan kelgan bo'lsa, men buni tiliga tushunmasam. Ha, o'zbekcha sayraydi aka. Pulni oling, davay. Oling. Nima qilyapti bu? Tushunmadim. Nima qilyapti? Kaligini baraka qildik aka. Baraka qilinmaydi, kalik sotilmaydi. Gap tamom. Qurbonlikka olib kelgan qo'yimni ham sotgan bu bir kun akajon, uzr. Yanglishmovchilik bo'ldi, adashmovchilik bo'ldi, uzr. Qo'rqib ketdingmi, Esmeralda? Nima uchun sotmoqchi eding buni? Pul kerak edi. Nima uchun senga pul kerak? Jo'ralar bilan o'tmoqchi edi. Yet tavba qildim. Otang bilan o'tding. Dada? Nimaga buni ko'zingizni yumib o'chapsiz? Onangga qasam ichganman, araqqa boshqa qaramayman deb. Xush kelibsizlar. Usta bolalar sizlar ham hisob topdilar. Qo'y go'shti ham olishibdi. Ey. Qizim, menga qo'y go'shligidan 16 ta, o'g'limga 8 dona. Biza diyetaga shipillang. O, yaxshi qiz, juda chiroyli ekansiz. Siz bilan tanishsak bo'ladimi? Qayerga ko'rgansiz? Oqqush bilan molni tanishganini. Ha, o'zingiz bilasiz. Unda men uchib ketaman qanotlarimni yozib. Nafas olib yeymiz, qolmiroq.